Aptekada bo'layotgan voqea. Aka-uka onaga dori olyapti. Esimga tushdi, yetib keting. Aka-uka onaga dori olyapti. 5 million so'mga dori oldi. 10 ming so'm yetmayapti. Aptekar aytayapti, bera olmayman deydi. Voy inson, 4 million 990 ming berdim-u, 10 mingiga ishonmaysanmi? Ha, tashlab ketaman, onamga dori olib keting. Sen qarama qarshi ekansan. Uyga qaytsam vaqt o'tadi. Yo'q. Uzr, kamera turibdi, mana kompyuterga tushmasa, bizni ishdan oladi. Aka turibdi. Bir tiyin bermagan ekan. Mana hujjatim, 10 ming so'm. Uyalib ketyapman deydi hali yigit. 10 ming so'mga olmayapti aptekar, lekin undan yomoni jigarim bo'lgan bitta onadan tug'ilgan akam, 10 ming men beraman demayapti. Ber 10 ming. Qor aka, ish bitdi, onam yaxshi bo'lib ketdilar. Onam telefon qilyapti, tezki akang mazasi qochib qoldi. Uyga borsam deydi, bolalar televizor ko'rib o'tiribdi deydi. Akam naryoqda harsillab yotibdi deydi. Jiyanlarimga aytdim, adangga qaramaysan? Ha, kasallar yotibdi, dori ichdilar, yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lab yordim deydi. Nega? Onamga 10 ming so'm ilinmading, mana bugun bolalaringning ahvoli. Aptekada bo'layotgan voqea. Aka-uka onaga dori olyapti. Esimga tushdi.